Boshlang'ich 37 ming dollar pul bilan siz Dubayda 3 ta yotoqxona qilish mumkin bo'lgan kvartirani sotib olishingiz mumkin. Uyimiz to'g'riga kirishimiz bilan bizni mana bu yoqda oshxona, o'tirib choy ichadigan alohida joy. Hamda e'tibor bering, mana bu to'g'rida zal hisoblanadi. Siz ko'rib turgan mana bu rasm haqiqiy real hayotda xuddi shunaqa vid bo'ladi. Ya'ni 47 qavatdan iborat binoning yuqori qavatida joylashgan xonadonimiz. Mana dizaynga e'tibor bering, juda ham chiroyli, nozik did bilan bezatilgan. Mana bu yoqda televizor minimalizm stilida qilingan. Va eng qiziq joyi o'rtoqlar, mana biz ko'rib turgan o'tiradigan divan tagi tortiladi, chiqadi hamda yotib dam oladigan kravatga aylanadi. Hamda xuddi shuni yonginasida esa mana bu yoqda master bedroom, ya'ni asosiy katta yotoqxonamiz hisoblanadi. Tabiiyki o'zini sanuzeli bilan. Razmerlari ham kattagina. Va mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda demak garderobingiz bo'ladi, kiyimlaringizni qo'yishingiz uchun. Hamda tashqi manzara derazangizdan golf maydoni ko'rinib turadi. Xuddi kinolardagidek o'rtoqlar, juda ham ajoyib, ha? Va yotoqxonadan chiqishimiz bilan to'g'rida demak bizni detskiy xonamiz bor, mana. Bolalar uchun alohida kichkinagina xonachamiz va eng qizig'i bu ham o'zini alohida sanuzeli bilan. Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq bizga murojaat qiling. Biz sizga bu borada to'liq yo'l-yo'riq maslahat beramiz.